Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Kavrak biznesini qilib turgan aka-ukalarimiz. Bugun mana 3-iyun sanasi o'z yashaydigan xonadonimizda kavraklarimizni, pishgan kavraklarni dimlash ishlari olib borilyapti. Hani videoni boshida juda ko'pchilik obunachilar bizdan so'rardi, mana bu kavrak pichog'ini so'rardi. Kavrak pichog'i haqida qisqacha ma'lumot berib ketaman. Kavrak pichoqlar bor yo'g'i 30 ta atrofida yasalyapti. Bu o'sha obunachilar kim zakaz bergan bo'lsa, o'shalar uchun. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 300 ming so'm. O'zbekistonda istalgan nuqtasiga, faqat bizdan kavrak olgan obunachilarga istalgan nuqtasiga dastavka qilib beramiz. To'lov turi klik yordamida yoki klik orqali bo'ladi. Misol uchun 300 ming so'm pul tashlab bersalaring, klikdan biz aytgan viloyatlaringga jo'natib beramiz. Pichoq yasab sotishda bizga unaqa katta foydasi yo'q. O'shaning uchun biz pichoq kam yasatib sotamiz. Chunki buni o'zi metallini o'zi topish sal bosh og'riq, kuznisga iltimos qilish kerak, navbatga turish kerak. O'shaning hisobidan ko'p bizga foydasi yo'qligi uchun, lekin obunachilarimiz uchun bu narsani qilib beryapmiz. Buni pichoqni o'zi holati zo'r, chista rossiyskiy plaramadan bo'lgan. Suvi bo'sh yasalgan. Suvi bo'sh degani shu urganda lezvaday bo'ladi. Suvi qattiq emas. Kimga pichoq kerak bo'ladigan bo'lsa, shu 94 kodi bilan 522 18 81 telefon nomerlarimizga telefon qilasizlar. Mana qozilyapti kavraklarimiz. Bu safar furqat yo'q. Yangi ishchilar. Bular ham Dehqonoboddan, Qashqadaryo viloyat Xo'ja Mahmud qishlog'idan bu yigitlar ham. Ismi Anvarbek. Necha yildan beri ishlaysan, Anvar? 3 yillar bo'lib qoldi. Kavrak kesishda 3 yildan beri ishlaysan, ha? Aha. Nechinchi yilsan o'zing? 2006. 2006-yil. Maktab o'quvchisi emassan, ha? Malades. 2006lar hozir qayerda o'qiyapti? Kollejdami, litseydami? Kollej, litsey, ha? Malades. Tak, mana kavrak dimlashni kecha biz batafsil videolarini qo'yib YouTube'ga qo'ygan edik. Hammaga tushuncha bo'ldi deb o'ylayman. Kavraklarimizni endi kattaligini bir ko'rsataylik, Anvar. Mana kavraklarimiz. Bu az obunachilar 1,5 yil bo'ldi. Bunga 2 yil to'liq bo'lmadi. 1,5 yillik kavraklarimiz mana. Bitta qo'ling bilan o'lchab ko'rsat. 10 litrlik baklashgan qopqoqda, to'g'rimi? Mana. Sochini qo'yasan. Qaytarib tuproqni yopasan. Shu holatda necha kun turadi endi, Anvar? 20 kun. 20 kun turadi. Ba'zi birlar 10 kun, 15 kun ham turg'izyapti. Unda ham bo'laveradi. Mana. Hozir bu tarafimiz zo'r pishganligi uchun hozir birinchi bu yoqni boshladik. Endi xudo xolasa mana bu tarafdan boshlaymiz. Bu yoqda hozir sal begona o'tlar ko'p, o'shaning uchun sarg'aygan kavraklar yaxshi ko'rinmayapti. Begona o't bo'lishiga sabab biz uyda bo'lmadik, o'shaning hisobidan. Aziz obunachilar, mana kavraklar. Juda ko'pchilik biz video qo'ymaganimizga, video chiqarmay qolganimizga xavotir oldi. Juda ko'p obunachilar sog'misiz, salomatmisiz degan ma'noda xavotir olib video chiqarib turing. Biz sizda haqqoniy muxlislaringizmiz deb juda ko'pchilik Telegram orqali bizga ovozli xabarlar tashlashdi. Xudo xohlasa mana kavraklarimiz inshaalloh bugun dimlanyapti 3-iyun sanasida. Biz qishda aytib borardik, kavraklarni biz ekib turib hosilini olishni ko'rsatamiz endi deb, mana va'daga muvofiq ko'rsatyapmiz inshaalloh. Yana o'zimizni Allohning fazli karomati bilan Xudo bergan shu sohada ozgina bilimni
boshqalarga ham o'rgatamiz. Zeroki boshqa insonlar bizda shu video chiqargan videolarimizni ko'rib manfaat topsa, ertaga uning orqasidan bizga ajr keladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kavrak pichoq bo'yicha murojaat qilasizlar. Buni qaranglar turishini, lezva. O'z bor yo'g'i 30 ta yasaldi. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz obunachilar.